Mani erim menga umuman sovg'alar bermaydi. Men buni tushunaman, chunki men yaxshi ayolman. Mani erim dugonalarim bilan uchrashishga ruxsat bermaydilar. Buni ham tushunaman, chunki bu ularga yoqmaydi. Menga ham yoqmaydi, chunki men yaxshi ayolman. Mani erim xiyonat qildi. Men uni kechirdim. Chunki men yaxshi ayolman. Hammamizni bolalikdan shunday katta qilishgan. Yaxshi qiz bo'lgin. Yaxshi qiz bo'lgin, keyinchalik yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi ayol bo'lgin, yaxshi bo'lgin, yaxshi bo'lgin, yaxshi bo'lgin. Yaxshi bo'lish bu chidashmi? Ichiga yutish, chidash va o'tib ketishmi? Qulay bo'lishmi? Yoki qul bo'lishmi? Nima deb o'ylaysiz azizlar? Yaxshi ayol bo'lish yaxshimi? Kommentariyada o'z fikringiz bilan bo'lishing.